Banda vafot etdi. Qabrga qo'yishdi. Qabrida qolagan birinchi kecha. Qabrga qo'yishdi, odamlar ketishdi. Bir kun boshimizda bor shu. Shap turpoq tashlayotganini eshitib yotadi. Hammamiz boshimizda bor. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, seni qoldirib ketishdi." Bu mayitning uyida birinchi kun mahzunlik, qayg'u, yig'i. 2 kun o'tgandan keyin sal esdan chiqishni boshlaydi. Bir hafta o'tgandan keyin bu mayitni odamlar sekin-sekin unutib, hamma o'zini ishi bilan ovora bo'lib ketadi. Bir oydan keyin boyagidek o'yin-kulgi, valima, sayohat, mayit qabrda qolib ketdi. Alloh taolo aytayapti: "Ey bandam, seni qoldirib o'zlari ketishdi, tuproqqa berishdi. Agar sen bilan qolganda ham senga ularning foydasi tegmas edi. Endi sen uchun mendan boshqa hech kim yo'q. Endi sen uchun mendan boshqa hech kim yo'q. Men esa hech qachon o'lmaydigan al-haydirman. Nimani yaxshi ko'rgan bo'lsang, ey banda, qabrda yotgan banda, hamma narsa qoldi. Xotining ham, uying ham, vataning ham, yurting ham, zamoning ham, puling ham, mashinang, nima bor? Nimani yaxshi ko'rganding? Hammasi qoldi. Mana endi haqiqiy zot bilan yakkama-yakka qolding. Shuning uchun inson yaxshi ko'rmay iloji yo'q bir narsani. Inson yo abadiy bo'lgan narsani yaxshi ko'radi yoki foniy bo'lgan narsani yaxshi ko'radi. Shuning uchun aytamiz, muhabbat ahllari, Allohga oshiqlar ikki dunyoning sharafiga erishishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-mar'u ma'a man ahabba." Kishi qiyomatda kimlar bilan birga bo'ladi? O'zi yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi. Biz kimni yaxshi ko'ramiz? Biz Allohni yaxshi ko'ramiz. Biz Muhammad alayhisalomni yaxshi ko'ramiz. Biz sahobalarni yaxshi ko'ramiz, tobiinlarni yaxshi ko'ramiz, mo'minlarni yaxshi ko'ramiz. Va umid qilamiz mana shu muhabbatimizni sharofatidan shular bilan qiyomatda birga turishlikka. Garchi ular bilan birga turishlikka amallarimiz yetmasa ham, muhabbatimizni da'vosi bilan turishlikka umidimiz bor. Biri namoz o'qidi, ikkinchisi o'qimadi. Biri roza tutdi, ikkinchisi tutmadi. Biri ota-onasining duosini oldi, ikkinchisi oq bo'ldi. Biri o'zini pokiza saqlandi uylanib, ikkinchisi zinoni o'tkazdi har kuni. Zino bilan kunini o'tkazdi va bu bilan faxrlandi. Dunyoda bir xil yashagandir ehtimol, lekin dunyodan chiqishi hargiz bir xil bo'lmaydi. Kafanlash. Ruhi chiqdi, farishtalar olib chiqib tushdi, ungacha yer yuzida bo'ladigan ish. Itoatkor mo'minda ham, fosiqda ham, munofiqda ham birodarlar kafanlashadi. Bir xil kafanlashadi. Yuvishadi. Bir xil yuvishadi. Yelkalari ko'tarib olib borib janoza o'qishadi. Bir xil. Ko'tarib qabrga olib borib ko'mishadi. Qabri ham bir xil bo'ladi. Ammo qabrda ichi bir xil bo'ladimi? Hargiz bir bo'lmaydi birodarlar. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Ikkalasini ko'tarib ketishyapti. Mo'min aytadi: "Tezroq boringlar. Tezroq boringlar, tezroq borib joyimga qo'yinglar." Kofir aytadi: "Voy unga voy bo'lsin, qayoqqa olib ketyapsizlar uni? Olib bormanglar uyaga" deydi. Lekin ko'tarib ketayotganlarga uni ham so'zi baribir, buni ham so'zi baribir. Ular uni bilmaydi. Ular uni eshitmaydi. Biri shoshiltiradi, biri orqaga suradi, lekin unisini ham, bunisini ham aytgani bo'lmaydi birodarlar. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kayfa tahkumun?" Axir biz musulmonlarni jinoyatchi kofir kimsalarga barobar qilavermizmi? Ya'ni ikkalasi teng bo'ladimi deyapti Alloh taolo. Ey mushriklar, sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm chiqarmoqdasizlar? Namoz o'qigan ham o'qimagan ham bir xil yuraveradi dunyoda. Roza tutgan tutmagan bir xil nafas olib yuraveradi. Endi-chi? Endi ham bir xilmi ularning ahvoli? Keyin ikkisi ham qabrga qo'yiladi. Endi nima boshlanadi bu yerda? Abadiy hayotning muqaddimasi. Mana bu yerda ularning holati barobar bo'lmaydi. Ikkalasi qabrga qo'yiladi. Ustidan tuproq tortiladi. Dafn qilinadi. Eng ajib narsa shuki, qabrda yotgan mayit uni ruhi tanasiga qaytarib kirgizilgandan keyin ustiga turpoq tashlayotganini eshitib yotadi. Birodarlar, bir fikr qilib ko'ringlar-da. Yotibsiz qabrda, zimiston, hech kim sizni eshitmaydi, qimillolmaysiz, tuproqni ustingizga
shop tashayapti. Bir kun turibdi oldimizda. Bu chiroyli jasadlarimiz chiriydi. Bu dunyolarimiz qolib ketadi. Bu yaxshi ko'rgan ayollarimiz, farzandlarimiz Qur'onda qo'yib ketaveradi. Yakkama-yakka qolamiz Robbimizning maloikalari bilan. Tanish bilishi yo'q. Telefon yo'q. Dunyoda har qanday muammoingizni bitta qo'ng'iroq bilan hal qilib qo'yadigan akaxonlar, ukaxonlar yo'q. Bir kun turibdi, birodar, shu kun turibdi, bir kun keladi boshimizga. Shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Biroz oldin tirik edi bu. Odamlar bilan gaplashyapti, unga gapirishyapti. Biroz oldin tirik edi u. Dunyoda edi, yer ustida edi. Mana endi yer ostida. Tuproqda ostida yolg'iz o'zi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga jannat, do'zax haqida gapirsa, ko'p ham yig'lamas edi, ammo qabr haqida, o'lim haqida gapirsa, qattiq yig'lar edi. Sababini so'rashganida aytardiki, "Ey birodarlar, qabr oxirat manzilining birinchi bekati. Agar unda ish yengil bo'lsa, undan keyingi narsa undan ham oson bo'ladi" der edi. Alloh taolo yengil qilsin ishimizni, birodarlar. Qabrda ruhi tanasiga kirgizildi, ikkalasini ham o'tkazib qo'yadi maloikalar. Qana qilib o'tkazib qo'yadi? Bu Alloh biladi. Siz bilan biz bu dunyodagi kallalarimiz bilan narigi dunyoda hayotini idrok qilib olishga harakat qilmay qo'ying. Alloh o'tkazib qo'yadi dedimi? Payg'ambar o'tkazib qo'yadi dedimi? Tamom o'tkazib qo'yadi. Ko'zi ochildi. Nimani ko'radi? Ikkita farishtani ko'radi. Qanday qilib ko'radi? Alloh biladi, birodarlar. Mana endi imtihon boshlandi. Mana endi asosiy imtihon boshlandi. Bu imtihondan yutgan haqiqiy yutdi. Yutkizgan eng katta bir mag'lubiyatni topdi. Eng katta fitna boshlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrning fitnasidan Alloh taolodan panoh tilagan. Maloikalar so'raydi. Robbing kim? Diniy nima? Sizlarga oranglarga yuborilgan odam haqida nima deysan? Mana hozir shu yerda o'tirgan odam hammasi javob beradi. Robbing kim? Alloh. Diniy nima? Islom. Oranglarga yuborilgan odam haqida nima deysan? U kishi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi bir odam aytishi mumkin. Nima endi 3 qator so'z ekan. Yodlab berib qo'yish qiyinmi? Birodarlar, u yerda bu kalimalarga kim javob bera oladi, bilasizmi? Shu kalimalarning taqozosi bilan yashagan odamlar. Man qala la ilaha illalloh muxlisan min qalbihi dakhalal janna. Ixlos bilan shu kalimani aytsa jannatga kiradi. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz aytganlar, oxirgi aytgan so'zi dunyoda la ilaha illalloh bo'lsa, bu odam albatta jannatga kiradi dedilar. Desa oson ekan-da, ey. Aytib yursang shu tilingga, yo'q, bu tilni xiyonat qiladigan kuni bor. Ana shu xiyonat qiladigan kuni dunyodan chiqib ketayotgan kuningiz. Bu kalimani kim aytadi? Shu kalimani taqozosi bilan yashagan bo'lsa. O'ylamanglar, yodlab qo'ysanglar ad beradigan narsa deb. Mo'min aytadi, Robbing kim? Robbim Alloh deydi. Dining nima? Dinim Islom. Sizlarning oranglarga bir kishi yuborilgan. U kishi haqida nima deysan? U kishi aytadi, u zot Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohning rasuli, u kishiga iymon keltirdim deydi. Maloikalar aytar ekan, shunday deyishini biz bilar edik. Ular bilishar edi. Chunki shu kalimani taqozosi bilan yashagan edi. Chunki bu kishi shu kalimani taqozosi bilan yashadi. Qur'on bilan, sunnat bilan, ibodati bilan. O'shuning uchun bu savollarga osonlik bilan javob bera oldi. Shu vaqt samodan nido qilinadi. Sadaqa abdi. Bandam rost aytdi. Alloh taolo guvohlik beryapti, birodarlar. Endi ayting, buni yog'idagi hayoti qanaqa bo'ladi? U tasavvur qila olmaydigan darajada huzur halovatda bo'ladi. Chunki imtihondan chiroyli suratda o'tdi. Bandam rost aytdi. Unga jannatdan to'shinglar. Unga jannatdan bir eshik ochib qo'yinglar. Taydagi ko'rpa to'shaklari jannat ko'rpa to'shaklardan bo'ladi, birodarlar. Uni o'ng tomonidan jannatdan bir darcha ochib qo'yiladi. Jannatning hidi, harorati, boradigan qasrlari, qo'liga kiradigan huri aynlarni ko'rib, huzurlanib yotadi. Robbi aqimis-saa, Robbi aqimis-saa. Parvardigor qiyomatni tezroq qoyim qil, tezroq qoyim qil deb shoshiltiradi. Chunki boradigan joyi aniq bo'lib qoldi-da. Endi buni muqobilida
kofirga keladi bu ikkita farishta. So'raydi: "Robbing kim? Dining nima? Sizlarni oranglarga yuborilgan odam haqida nima deysan?" U: "Ha, bilmayman" deydi. "Robbing kim?" "Ha, bilmayman. Odamlar nima desa shuni der edim." "Dining nima?" "Ha, bilmayman." U haq degani qo'rqayotganligini belgisi, qo'rquvdi ma'nosi. Sizlarning oranglarda bir kishi yuborilgan. Nima deysan u haqida? "Ha, odamlar nima desa men ham shuni aytganman" deydi. Farishtalar aytadi: "La darita va la tarita." Bilmading, o'qimading. Haqni bilmading, Qur'onni o'qimading. So'ngra temirdan bo'lgan ko'zi bilan boshiga shunday uradi, turpoqqa aylanib ketadi. Bir urishida. Shunday qichqirib turpoqqa aylanib ketadiki, inson va jin toifasidan boshqa hamma mahluqotlar uni ovozini eshitadi. Faqat inson bilan jin eshitmaydi. Agar inson bilan jin eshitganida hushidan ketar edi. So'ngra jasad yana boyagi ahvolga olib kelinadi, yana boshiga uriladi. U unga qiyomatgacha beriladigan, qabrida beriladigan azobning bir ko'rinishi. So'ngra nido qilinadi: "Bandam yolg'on gapirdi." Unga dozoqdan to'shaylar, dozoqdan eshik ochib qo'yinglar. Ana farqi birodarlar. Nima yuribsan sen ham, men ham yuribman. Senda ham bor narsa, men nima farqimiz bor o'rtamizda desa aytamiz. Ha, bu dunyoda vaqtinchalik dunyoda farq bo'lmayotgan bo'lishi mumkin bir qarashda. Ammo sen ham o'ladigan kun bor, men ham o'ladigan kun bor. U kunda ahvolimiz bir xil bo'lmaydi. Mo'min uchun jannatdan darcha ochib qo'yildi. Qara, mana bu joy sening makoning. Banda boyagi makonini ko'rib turib, boyaga aytganimizdek shoshiltiradi. Parvardigor qiyomatni qoyim qilgin deydi. Shuning uchun iymon e'tiqodi bilan, ibodati bilan pokiza holatda dunyodan yashab o'tgan, "Voy bechora, yosh ketibdi" demanglar. Uni sizlarga rahmi kelyapti o'z aslida. U jonni topshirib oldi, xaridorlarning kimligini bildi, qabrda ne'matlar unga ko'rsatildi, jannatdagi boradigan joy ko'rsatildi. U yaxshi dunyoda sizning dunyoyingizdan. Siz o'zingizga rahmingiz kelsin. Chunki siz qanaqa ketasiz hali Alloh biladi. Ammo kofir uni ostiga olov to'shaladi. Jahannamdan eshik ochiladi. Uni issig'i, badbo'y hidlari tegib turadi. Qabri uchun tor qilinadi. Qabri uni qisganda qovurg'alari bir-biriga kirishib ketadi. Ammo mo'minning qabri ko'zi yetadiganchalik keng masofa qilinadi. Endi bu kofir shu holatda turib, Robbim qiyomatni qoyim qilmagin deb turadi. Uni aytgani ham bo'lmaydi, buni aytgani ham bo'lmaydi. Parvardigor olam o'zi xohlagan paytda qiyomatni qoyim qiladi. Ehtimol ikkalasi ham yonma-yon dafn qilinar. Yonma-yon dafn qilinar. Birini qabri rohat, birini qabri azob bo'ladi birodarlar. U azoblar nima uchun berilyapti unga? Allohni tanimadi, namoz o'qimadi, roza tutmadi, haromdan o'zini saqlamadi. Darsimizning nihoyasi, mo'min qabrida turar ekan, yuzlari nihoyatda bir go'zal, kiyimlari pokiza, hidi xushbo'y bo'lgan bir inson kirib keladi. Haligi qabrda yotgan mo'min qarab turib, "Sen kimsan? Yuzingdan yaxshilikni xabari kelib turibdi, kimsan?" deydi. U aytadi: "Men seni solih amalingman." Birodarlar, bizni qilgan amallarimiz inson suratida keladi. Aytadi: "Allohning toatiga shoshilar eding, gunoh ma'siyatdan o'zingni olib qochar eding. Men seni namozingman, ro'zingman, hajingman, umringman, da'vatingman, tilovatingman" deydi. Kofir esa buni aksini ko'radi. Uni qabriga xunuk badbashara, ko'rinishi yoqimsiz, kiyimi, hidi yoqimsiz bo'lgan bir badbashara kishi kirib keladi. Unga qarab turib kofir aytadi: "Sen kimsan? Seni yuzingdan yomonlik hidi kelib turibdi." U aytadi: "Men seni yomon habis amalingman. Vallohi ma'siyatlarga shoshilar eding, toat ibodatdan o'zingni olib qochar eding." Birodarlar, bir kun keladi.